Ijtimoiy tarmoqlarda Majburiy ijro byurosining Andijon viloyati Baliqchi tumani bo'limi tomonidan sud qarori asosida bolani onasiga topshirish jarayoni aks etgan video lavha keng tarqalib turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan Majburiy ijro byurosining Andijon viloyati boshqarmasi rasmiy munosabat bildirib, sud hujjati qanday huquqiy asoslarda ijro etilgani hamda majburiy harakatlar qay tartibda amalga oshirilgani haqida ma'lumot taqdim etdi. Sud hujjatlariga ko'ra, voyaga yetmagan farzandni onasi qaramog'iga topshirish to'g'risidagi qarorni ixtiyoriy ravishda bajarish uchun javobgar tomonga belgilangan muddat berilgan. Biroq ushbu talab bajarilmagani bois qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda majburiy ijro choralari qo'llanilgan. Mazkur jarayon tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Izboskan tumanlararo sudi tomonidan berilgan ijro varaqasiga asosan javobgar qaramog'ida bo'lgan qiz farzandini da'vogar uning onasi qaramog'iga va tarbiyasiga topshirish belgilangan. Ushbu ijro hujjati yuzasidan Majburiy ijro byurosining Baliqchi tumani bo'limi tomonidan javobgar otaga rasmiy ravishda bir necha marotaba ogohlantirishlar berildi. Ijro harakatlari davomida unga sud qarorlari mazmuni tushuntirilib, farzandini ona qaramog'iga ixtiyoriy ravishda topshirish so'raldi. Biroq javobgar tomonidan qarshiliklar ko'rsatilib, xodimlarga nisbatan ham haqoratomuz so'zlar ishlatgan. Shunga qaramasdan ijro harakatlari qonun doirasida amalga oshirilib, farzandni ona qaramog'iga topshirish ta'minlandi. Yaxshi ham bular bor ekan. Men ham necha marta bordim, ular ham necha marta keldi, yaxshi gapirdi. Keng aka dedi, harakat qildi, iloji bo'lmadi. Erim zo'r kelaman dedi. Tashlab ketgan, voz kechib ketgan deyapti. Men hech qachon tashlab ketmayman, voz kechmayman, onaman men. Ular mendan zo'ravonlik bilan foydalanishyapti, aliment uchun bolalarimdan foydalanishyapti. Hozirda mazkur holat yuzasidan javobgarga nisbatan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Qarshilik ko'rsatgan taqdirda unga nisbatan ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik tortib ko'rilishi masalasi tushuntirilgan. Majburiy ijro byurosi davlat ijrochilariga faol qarshilik qilib, haqoratomuz so'zlar ishlatilib, jamoat tartibini buzdi. Shundan so'ng olib borilgan ijro harakatlari davomida voyaga yetmagan farzand onasining qaramog'iga sog'-salomat olib berilishi ta'minlanib, ijro hujjati ijrosi ta'minlandi. Oxiri 3-sida MIB xodimlari olib berishdi menga bolani, lekin xo'jayinim biz ustimizdan ham, bularning ustidan ham har xil yomon gaplar gapirib, telefonga ommaga chiqaryapti. Qo'rqmagin, sen hech kimga bermayman. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda sud qarorlarini bajarmaslik huquqiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Aslida esa har bir ota-onaning eng asosiy vazifasi farzandini yaxshi tarbiya qilib, ahillik muhitida kamolga yetkazishdir. Chunki sog'lom oila bu sog'lom jamiyatning mustahkam poydevoridir. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.